My love, I feel you coming. Bu voqeani hech kimga ayta olmaganman. Yuragimning eng tubida, eng yashirin burchagida saqlanadigan, ham shirin, ham achchiq bir xotira bu. Dugonam Farangizning turmush o'rtog'i, Sarvar aka. Bu ismni har eslaganimda qalbim qalqib ketadi hali ham. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, Farangiz bilan biz bolalikdan ajralmas dugonalarmiz. Bir-birimizga opa-singildek mehribonmiz. U Sarvar akaga turmushga chiqqanida dunyoda undan baxtli inson yo'q edi. Men ham uning baxtidan chin dildan quvongandim. Toylarida elib yugurib xizmat qilganim, ularning porlab turgan chehralariga havas bilan boqqanlarim hali ham yodimda. Ular bir-birlariga shunday munosib edilarki, o'sha kuni Farangiz qo'ng'iroq qilib uyga taklif qildi. Ancha bo'ldi kelmaganingga, so'xindim, o'rtoqjon. Bugun biznikida tunab qol, ertaga dam olish kuni-ku, dedi erkalanib. Men ham juda so'xingan edim, jon deb rozi bo'ldim. Eng chiroyli libosimni kiyib, sochlarimni tarab uning uyiga yo'l oldim. Uylariga kirib borarkanman, ichkaridan taralayotgan xotirjamlik va iliqlik dimog'imga urildi. Hamma joy saranjom sarishta, har bir buyumda Farangizning nozik didi aks etib turardi. Dugonam meni eshik oldidayoq quchoq ochib kutib oldi. Voy asalim, keldingmi? Seni ko'rib qanchalar xursand bo'lganimni bilsang edi. Uning quchog'ida erirkanman, mehmonxonada bizga qarab jilmayib turgan Sarvar akaga ko'zim tushdi. U meni ko'rib o'rnidan turdi. Yaxshimisiz, Asalxon? Xush kelibsiz. Farangiz sizni rosa so'xingan edi, dedi mayin, yoqimli ovozda. Shu birgina nigohdan yuragim beixtiyor hapqirib, o'zimni yo'qotib qo'yay dedim. Biz oshxonaga o'tdik. Farangiz dasturxonni turli-tuman pishiriqlar, mevalar bilan to'ldirib tashlagan edi. Birgalashib yengil salat tayyorlayotganimizda bir mahal oshxonaga Sarvar aka kirib keldi. Qizlarjon, yordam kerakmasmi, deb so'radi kulimsirab. Yo'q, rahmat, Sarvar aka, o'zimiz eplayapmiz, dedi Farangiz eriga erkalanib. Lekin Sarvar aka baribir bizga yordamlashgisi keldi. U idishlarni yuvishga tushdi. Men ham unga yordamlashish uchun yoniga bordim. Idishlardan birini unga uzatayotganimda barmoqlarimiz bir-biriga tegib ketdi. Uning kaftlari shunday issiq, shunday katta edi. Bu bir lahzalik teginishdan butun vujudim titrab ketdi. Yuzlarim qizarib, hayajondan tilim kalimaga kelmay qoldi. Uyaldim, lekin bu uyat ortida allaqanday shirin bir his bor edi. U menga bir qarab qo'ydi-da, sekin jilmaydi. Uning bu nigohidan boshqacha bo'lib ketdim. Kechki ovqatdan so'ng uchalamiz stol atrofida o'tirib serial tomosha qildik. Farangiz Sarvar akaning yelkasiga boshini qo'ygancha kinoga berilib ketgan, men esa o'zimni qo'yarga joy topa olmasdim. Bir tomondan eng yaqin dugonamning baxtidan quvansam, ikkinchi tomondan qalbimda uyg'onayotgan bir his meni qiynardi. Kino tugagach Farangiz esnagancha o'rnidan turdi. Rosa charchabman, men borib yotaman. Sizlar bemalol o'tiraveringlar, deb yotoqxonasiga kirib ketdi. Biz Sarvar aka bilan yolg'iz qoldik. Oramizga sukunat cho'kdi. Bu jimlikni birinchi bo'lib Sarvar aka buzdi. Bu serial yoqadimi senga, so'radi u ovozini pastlatib. Ha, juda, dedim zo'rg'a. Nega uning yonida o'zimni bu qadar yo'qotib qo'yayotganimni tushunmasdim. U menga yaqinroq surildi. Divanda oramizdagi masofa qisqargani sari yurak urishim tezlashardi. Bilasmisiz, Asalxon, siz juda go'zalsiz, dedi u shivirlab. Bu so'zlardan butun tanam muzlab qolgandek bo'ldi. Nima deyishni, nima qilishni bilmay yerga qaragancha jim qotib qoldim. U esa ehtiyotkorlik bilan qo'lini sochlarimga tekkizdi. Barmoqlari sochlarim orasidan sirgalib o'tarkan, butun vujudim shirin bir titroqdan larzaga keldi. Bu noto'g'ri ekanini, bu dugonamga xiyonat ekanini tushunib turardim. Lekin butun vujudim bu lahzadan huzurlanayotgan edi. Uyat va xohish o'rtasida arosatda qolgandim. U sekin iyagimdan ushlab boshimni ko'tardi va ko'zlarimga tik qaradi. Sizga qarasam, o'zimni unutaman, dedi yana yoqimli shivirlab. Uning nigohlarida shunday bir chuqurlik, shunday bir joziba bor ediki, unga qarshilik qila olmasdim. U sekin egilib, lablari lablarimga yaqinlashayotganda ichkaridan Farangizning ovozi eshitildi. Sarvar, Asal, haliyam o'tiribsizlarmi?
Ikkimiz ham tok urgandek chochib tushdik. Sarvar aka tezda og'zini orqaga oldi, men esa sakrab o'rnimdan turib ketdim. Men ham rosa charchadim, yaxshisi, uxlayman, dedim shosha-pisha va xonaga yugurib kirib ketdim. Eshikni ichkaridan yopib, o'zimni karavotga tashladim. Yuragim hamon ko'ksimni yorib chiqqudek urardi. Bir tomondan vijdonim azobda, ikkinchi tomondan esa Sarvar akaning teginishlari, uning issiq nafaslari, shivirlashlari xayolimdan ketmas, butun vujudim hayajondan titrardi. Bu nima o'zi? Nega men bunday bo'lyapman? Axir u mening eng yaqin dugonamning eri-ku. O'zimni qanchalar koyimay, qanchalar la'natlamay, bu shirin, gunohkor hislarni yuragimdan quvib sololmasdim. Ertalab nonushta payti hammamiz jim edik. Farangiz hech narsani sezmagan, bexubor kayfiyatda edi. Sarvar aka esa vaqti bilan menga oxrincha qarab qo'yar, uning nigohlariga duch kelganimda yana o'sha hayajonli tuyg'ular meni chulgab olardi. Nonushtadan so'ng Farangiz bilan bozorga bordik. U yo'l-yo'lakay tinmay Sarvar akani maqtardi. Uning qanchalar mehribon, e'tiborli ekanini aytib og'zidan bol tomardi. Uning har bir so'zi yuragimga xanjardek sanchilar, o'zimni dunyodagi eng razil insondek his qilardim. Men uning ishonchini oyoqosti qilayotgan edim. Uyga qaytganimizda Sarvar aka hovlida mashinasini yuvayotgan ekan. Biz ham unga qo'shildik. Bolalardek bir-birimizga suv sepib, kulishib o'ynadik. Bir payt Sarvar aka qo'lidagi shlankani Tohir menga qaratdi. Bir zumda kiyimlarim shalabbo bo'ldi. Hozir sizga ko'rsatib qo'yaman, deb men ham unga suv sepmoqchi bo'lganimda, u chaqqonlik bilan qo'limdan ushlab o'ziga tortdi. Biz yuzma-yuz kelib qoldik. Oramizda bir qarich ham masofa qolmagandi. Uning ko'zlariga qaraganimda vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Dunyoda faqat ikkimiz qolgandek edik. Sochingizga barg qo'nibdi, dedi u kulimsirab va barmoqlari bilan sochlarimga yopishib qolgan bargni olib tashladi. Uning barmoqlari yanoqimga, bo'ynimga tekkanida yana o'sha shirin titroq butun tanamni egallab oldi. Uning issiq nafasini yuzimda his qilib turardim. Bu lahza abadiy davom etishini shu qadar xohlardimki. Lekin yana Farangizning ovozi bizni bu sehrli olamdan tortib chiqardi. Hoy, kaptarchalar, bas endi. Shamollab qolasizlar, ichkariga kiringlar. Biz shoshib o'zimizni chetga oldik. Yuzlarim olov bo'lib yonar edi. Ichkariga kirib kiyimlarimni almashtirdim. Oynadagi aksimga qaradim. Ko'zlarim yonib turar, yonoqlarim qip-qizil edi. Men o'zimni tanimay qolgandim. Bu men emasdik. Men bunday hislarni tuymasligim kerak edi, aslo. Kechga yaqin uyga ketishga qaror qildim. Farangiz qancha yalinsin, qolmadim. Bu uyning devorlari meni siqib qo'yayotgandek, bu yerda boshqa nafas ololmaydigandek edim. Sarvar aka meni mashinasida uyimga kuzatib qo'ydi. Yo'l bo'yi ikkimiz ham lom-mim demadik. Uyimga yetay deganda u mashinani yo'l chetida to'xtatdi. Asalxon, men sizni xafa qildimmi, dedi u mahzun ovozda. Yo'q, dedim zo'rg'a. U bir muddat jim qoldi. Keyin asta qo'limdan ushladi. Uning kaftlari hamon o'shandek issiq edi. Men sizni boshqa ko'ra olamanmi? Uning bu savoliga javob bera olmadim. Qo'limni sekin tortib oldimda, indamay mashinadan tushdim. Orqamga o'girilib qarashga jur'at yetmay, tez-tez yurib uyimga kirib ketdim. O'sha kecha tonggacha uxlay olmadim. Xayolimdan faqat Sarvar o'tardi. Uning nigohlari, teginishlari, so'zlari. Bularning barchasi meni aqldan ozdirayotgandi. Dugonamga xiyonat qildimmi? Yo'q, axir o'rtamizda hech narsa bo'lmadi-ku. Lekin qalbimchi? Qalbimda unga nisbatan hislar uyg'ondi-ku. Buning o'zi eng katta xiyonat emasmi? O'sha kundan keyin Farangiz bilan ham, o'zim bilan ham kurashdim. Undan o'zimni olib qochadigan bo'ldim. Uyga borishga yuragim betlamasdi. Sarvarni ko'rsam, yana o'zimni tuta olmaslikdan qo'rqardim. Lekin uni sog'indim. Oradan bir necha hafta o'tib, kechasi telefonimga notanish raqamdan xabar keldi. Salom, bu men, Sarvar. Sizni juda sog'indim. Xabarni o'qib, butun vujudim muzlab qoldi. Nima deb javob yozishni bilmay uzoq o'yladim. Yuragim yoz desa, aqlim aslo derdi. Oxiri irodam sinib javob yozdim. Bu noto'g'ri. Uning javobi o'sha zahoti keldi, bilaman. Lekin nima qilay, ayting. Men sizni sevaman. O'sha kundan boshlab bizning yashirin yozishmalarimiz boshlandi. Bu xabarlar mening hayotimga aylandi. Uning shirin so'zlari mening intizor kutishlarim. Biz bir-birimizga bog'lanib qolgandik.
taqiqlangan, gunohkor, ammo shu bilan birga juda kuchli bir sevgi bilan. U meni uchrashuvga taklif qilganida avvaliga qonmadim, ammo yalinishlariga bardosh bera olmadim. Biz shahar chetidagi kichkina, xilvat bir qahvaxonada uchrashdik. U qo'lida bir dona qizil atirgul bilan meni kutib o'tirardi. Ko'zlaridagi so'xinchni ko'rib, o'zimni tutib tura olmadim. O'sha kuni biz hamma narsani unutib uzoq suhbatlashdik. U Farangiz bilan munosabatlari anchadan beri sovuqlashib ketganini, oralarida avvalgi mehr qolmaganini aytdi. Men unga ishondim. Ishongim keldi. Chunki men uni sevib qolgandim. O'sha kuni u meni birinchi marta o'pdi. Bu o'pishda hamma narsa bor edi. So'xinch, ehtiros, umid va gunoh. O'sha lahzada men hamma narsani unutdim. Dugonamni ham, vijdonimni ham, bu dunyoni ham. Bizning baxtli onlarimiz boshlandi. Har bir uchrashuvimiz ham qo'rquvga, ham cheksiz baxtga to'la edi. Lekin bu holat qancha davom etishi mumkin edi? Oxiri nima bo'ladi? Bu savollar tinchlik bermasdi. Ammo uning yonidaligimda bularning bari ahamiyatsiz edi. Bir kuni Farangiz qo'ng'iroq qilib tezda uchrashishimiz kerakligini aytdi. Nahotki u hammasini bilib qoldi. Uchrashganimizda u o'zini tuta olmay yig'lab yubordi. Sarvar menga xiyonat qilyapti, dedi u yelkamga bosh qo'yib ho'ngrar ekan. Uning bu so'zlaridan dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Uni yupatgan bo'ldim, dalda berdim. Ichimdan esa o'zimni la'natlardim. Men eng yaqin dugonamning baxtini oxirlagan, uning ko'z yoshlariga sababchi bo'lgan pastkash edim. O'sha kuni Sarvar bilan oxirgi marta uchrashdim va hammasiga nuqta qo'yishimiz kerakligini aytdim. U yalindi, yolvordi, Farangiz bilan ajrashishni, biz birga bo'lishimizni aytdi. Lekin men unga ishonmadim. Agar u meni chindan sevganida boshidanoq bu gunohga qo'l urmasdi. Men ularning hayotidan jimgina yo'qoldim. Telefon raqamimni o'zgartirdim, ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketdim. Farangiz bilan aloqani uzdim. Bu men uchun jahannam azobidek oxir edi. Uni sevardim, lekin birovning baxtsizligi evaziga qurilgan baxt menga kerak emasdi. Oradan yillar o'tdi. Men hayotimni yangidan boshladim. Lekin ba'zida yolg'izlikda o'sha kunlarni eslayman. Sarvarning nigohlari, teginishlari, uning issiq nafasi. Bularning bari yuragimda bir umr armon, shirin bir gunohning xotirasi bo'lib qoldi. Men xato qildim. Lekin o'sha xato menga sevgining naqadar achchiq, naqadar murakkab va naqadar shafqatsiz bo'lishi mumkinligini o'rgatdi.